Assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, bizni kanalimizni kuzatib borayotgan akalar, opalar, do'stlar, birodarlar. Mana bugun 10-yanvar Sankt-Peterburg shahrida Kommuna ko'chasida sinfida avtobus kutyapmiz. Sizlarga bitta savol. Kecha bitta joyda eshitib qoldim, o'qidim. Tug'ilmasdan o'lgan payg'ambar kim? Savolni qaytaraman. Tug'ilmasdan vafot etgan payg'ambar kim? Javoblaringni, izohlaringni kommentariyada kutib qolaman. Tan-jonlaring sog' bo'lsin. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Xonadonlaringga tinchlik, totuvlik, xotirjamlik, baraka arimasin. Birlaringni